Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Xursandbek Masharipov. Yangi rolikimda ko'rib turgandan xursandman do'stlar. Eslangizda bo'lsa do'stlar, men sizlarga texnikani haydashni o'rgatganman. Pol avtomat korobkadan boshlaganman do'stlar. Bugun sizlarga mexanik korobkani haydashni o'rgataman. Nimaga desa, bu mexanik korobka pravo olishingizda yezdida o'tgan payti mana shunaqa MTZ Belarus texnikalarda ekzamen topshirasizlar. Kim pravo olgan bo'lsa, shuni biladi ko'pchilik. Bu texnika ne только pravo olishda kerak bo'ladi. O'zbekistonda ham shunaqa MTZ texnikalar ko'p. Ishlagan paytlaringiz bilib qo'ygan, qarachi zarar qilmaydi do'stlar. Videoni boshlashdan oldin do'stlar, kanalga обязательно obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Bu bizlarni kanalni rivojlantirishga katta yordam beradi. Qanunda do'stlar, videorolikimizni boshladik. Pogнали. Belarus 82 deb aytiladi, 82.1. Bu texnika juda ajoyib texnika. Men birinchi pravo olganda o'rganganman shu texnikani. Oldinlari только inomarka texnikalarda ishlaganman. Bularning ham funksiyasi ko'p do'stlar. Mana eng birinchi kasilka deydi. Mana bu o'tlarni o'radigani ko'rishingiz mumkin. Eng boshida mana kasilka turibdi. Unda mana bunda shotka turibdi, mana bu yerda. Mana bunda mana shu daraxtni vetkalarini shunga solinadi. Mana bu yerdan maydalab chiqaradi bu. Juda ajoyib texnika bu. Belarusda ishlab chiqariladi bu texnikalar. Ko'pchilik biladi bu texnika haqida. Ekzamenga borganda mana shu texnikalarda обязательно o'rganish kerak haydashni. Atrofidan ko'rsataman. Bu vidushi xili. Oldi ham ishlaydi buni. Buni kardanni sug'urib qo'ygan mana do'stlar. Qishga xudo xolasa sezonda taqadi shuni kardanni. Mana. Bu texnika haqida obzor qilganman do'stlar. Mana shu tepada podkastga chiqarib qo'yaman. Bismillahirrohmanirrohim. Hazrat o'tpirim deb ichiga o'tiramiz. Bu ozgina eskiroq. Shunda ham iloji boricha sizlarga o'rgatishga harakat qilamiz do'stlar. Mana ichkari tarafi. Bular ham do'stlar xuddi mashinaga o'xshagan. Yenasi bor. Mana tormoz. Tormozi ikkita pedal. Nimaga desa chap tormozi, o'ng tormoz mana do'stlar. Bu gaz, oyoqdagi gaz. Tak, sizlarga buni obzor qilib o'tirmayman, haydash o'rgataman, xolos. Tak, mana bu yerda massasi bor, mana bu yerda do'stlar, massa qo'shiladi mana bunday. Mana massa qo'shildi. Keyin do'stlar, hozir men sizlarga o'rgatib qo'yaman qisqacha. Birinchi texnikaga o'tirgan paytda shoshilmaslik kerak. Liboy texnikada ham. Shoshilmanglar. Men o'rgatganimga qaranglar. Mana shunday o'zingizga tortasizlar buni. Mana shu neytralga olib turib o'zingizga tortgandan keyin mana bunday bosib qo'yasizlar. Пониженный или повышенныйga bosasizlar. Bu texnikani yoqish uchun bu do'stlar. Mana повышенныйga hozir ko'rsataman yana bir marta sizlarga. Повышенныйga qo'ydingizlar. Mana yondi do'stlar. Yondi. Endi hozir ruchnikni tushiramiz, ruchnikni. Orqasini ko'taramiz. Orqasini ko'taramiz. Qaranglar yaxshi. Splenani bosamiz. Orqasini ko'tardik. Qaranglar, mana bunda svobodni turibdi. 5-skortga olamiz buni mana. Qiyin joyi yo'q buni. Hozir mashinaga o'xshaydi. Ozgina splenani yuboramiz. Mana ketdi. Shu, tormozni bosamiz. Keyin orqaga olmoqchi bo'lsak, mana shunday qilamiz. Qaranglar do'stlar. Shu. Splenani ozgina yuboramiz.
Все, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mana bu yerni tortib o'chiramiz. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Mana bu повышенныйdan keyin 5-skoros bu. Do'stlar, bundayda mana hozir neytralniy turibdi. Men sizlarga skorosini yaxshiroq ko'rsataman sizlarga. Hozir men повышенныйga qo'yaman buni. Mana shunday tortib повышенный, keyin tortib пониженный. Пониженный bo'ldi hozir. Пониженный bo'lganda do'stlar, mana shu yerga suratini chiqarib qo'yaman qanday bo'lishini. Mana bu hozir neytralga turibdi. Mana boshlab ko'rsataman sizlarga. повышенныйga urdim do'stlar mana. повышенныйga urdim. Endi mana bu 5-skoros, 8-skoros bo'ladi повышенныйda. Mana bu yerga ursam bu 4-skoros, 7-skoros bo'ladi. 7-skoros. Keyin mana bu yerga ursam do'stlar. Mana bu 3-skoros, 6-skoros bo'ladi повышенныйda. Mana bu yerda 1-skoros. 1-skoros, 2-skoros bo'ladi повышенныйda. Mana bu yer 9-skoros o'rtada mana. Mana 9-skoros. Mana bu nazad. Mana do'stlar nazad. Ikkinchi mana shu yerga uriladi do'stlar. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman do'stlar. Men sizlarga foydali videolar chiqarishga harakat qilaman hamisha. Sizlardan только iltimos, kanalga обязательно obuna bo'lib, колокольчикni bosib qo'yinglar. Like bosib, meni qo'llab-quvvatlasangizlar do'stlar, men sizlarga полезный videolar ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Bu sizlarning like menga hech qanaqa pul narsa bermaydi, просто odam motiviruет qiladi-da, mana shunaqa, значит meni ko'rayotgan odamlar bor deb men sizlarga zo'r videolar chiqarishga harakat qilyapman do'stlar. Agarda videom yoqqan bo'lsa do'stlar, sizlardan iltimos, обязательно kanalga obuna bo'lib, like bosib, meni поддержка qilib turasizlar degan umiddaman do'stlar. Hammaga oldindan rahmat do'stlar, like'lar uchun, поддержкаларинgiz uchun. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishish ilohim nasib qilsin. Hammaga xayr do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.